Shunday ertalab tursalar, shunaqa bo'lsa, sizlarda ham, ha? Qaranglar, qayerdan zeka ochilgan. Uxlab qolibman-da. Bo'lmasa maytda sotib yuborardim. Mana maytda FBGda zeka ochilgan. Keyin eski FBGga tekkan, TVga ketgan, yana baqa ov bo'lgan, ov qilib turib, baqa kelgan. Kelib turib, yoniga bitta qizil bergan. Bu degani maytdan уже qaytishga tipirib, уже tegdi degan. Katta zona bor bu yerda. Katta zonadan order blok hosil qilgan. Order blokdan pastga tushgan. Keyin yana pastga tushgan. Pastga tushib turib, hozir maytda zona bor. Zonani past tevaga chiqib turib, pastga tushib turib, maytga kelyapti. Agar mana shu o'rtadan yo tevaga, yo pastga ketadi. Endi $8223 foydadamiz. Endi do'stlar, hech payt zeka ochiluvdi. Mana kunduzi daromad shunaqa bo'lyapti. Endi ko'tarilib tushaveradi. Bitta 01 da ochilgan izilka salkam $100 bo'lyapti. Mana salkam $100 bo'lyapti. Hozir shuni kutamiz, $100 dan bo'lsin, keyin sotib olamiz. Qarang, bu ko'p tushyapti. Qarangchi. Chatkat beradimi? Yo'q, bu sekin pastga tushyapti. $100 dan bo'lsa, har bitta zilkamiz yo'qolamiz, do'stlar. Har bitta zilkamiz $100 dan bo'lsa, yo'qolamiz. Kutamiz, oz qoldi. Chatkat berish kerak. Xo'p. birdan ochilganlar. Ko'ryapsizlarmi? Shunaqa ishlashni o'rganinglar, do'stlar. Ana do'stlar, men aytganimdek, har bitta zekamiz $100 dan bo'lganda yopamiz dedim. Ana $100 ham o'tib ketdi. Endi yopsak bo'ladi, yana tevaga chiqish kerak. Kutamiz. Mana hammasi zekalarimiz. Mana $100 dan bo'ldi. Yopamiz. Qarang, yoqdimi sizlarga? Cho'kkanlarni. Mana shu tarzda ishlaylar, do'stlar. Sog' bo'linglar.